Tarmoqli marketing sohasi bilan shug'ullanuvchilar haqida turli xil mish-mishlar mavjud. Keling, endi haqiqatdan aslida ular kim? Bilib olamiz. Ular hamisha insonlar qurshovida bo'ladilar. Demak, ularning kuchli insonlar bilan ham aloqalari bor. Ular hamisha jonli, rivojlanayotgan jamiyatda, demakki hamisha harakatdalar. Ular o'z oldiga maqsad qo'yishni biladilar va albatta erishadilar. Ular o'z yutuqlaridan va jamoalarning yutuqlaridan zavq olishni biladilar. Ular juda osonlik bilan yangi aloqalarni quradilar. Juda chiroyli muloqot qilishadi va insonlarni ilhomlantira oladilar. Ular yetuk va keng doiradagi bilimlarga ega insonlar, chunki doimo o'qib o'rganib, shaxs sifatida o'sadilar. Ularning orzu-havaslari va istaklari chek-chegarasiz. Ular bilan hamisha hammasi qiziq. Ular cheksiz daromad topa olishadi va bundan hech qachon uyalmaydilar. Ular dam olishni bilishadi, ammo doimo diqqatni jamlab yurishadi. Ular tabiatan rejali insonlar. Ular doimo go'zal va jozibakor. Ular har bir onni, hayotni qadrlaydilar va sevishni biladilar. Shu sababdan ular go'zal va jozibali. Ha, ular biznikilar. Ular siz, biz Serinda Naturals egalari.